Assalomu alaykum, jigarni yoqtirmaydiganlar ham videoni o'tkazib yubormanglar. Bu retseptdan keyin sizga yoqib qolishi mumkin. Birinchi bo'lib jigarni po'stlog'i va tomirlarini tozalab olib, 1 sm qalinlikda videoda ko'rsatilgandek qilib tayyorlab olamiz. To'yimli va mazali bo'lishi uchun kartoshka ham tayyorlab olamiz. Ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olib, bir-biriga yopishib qolmaslik uchun chayib tashab, quritib yog'ga solamiz. Kartoshkalarimiz qovurilib bo'lgungacha kartoshkani yana ham mazali va yoqimli qilish uchun ozroq sariyog'ga, ko'katlardan mayda qilib to'ralgan ukrop, 2 dona sarimsoq piyoz, tuz solib, yaxshilab aralashtirib tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan sariyog'ni ustilari qotib chiroyli bo'lib pishgan kartoshkani ustidan solib, yaxshilab aralashtirib, laganga suzib olamiz. Jigarni yog'ga solishdan oldin ziravorlar tuz sepib, yaxshilab aralashtirib tayyorlab olamiz. Ziravorlarning nomini retseptda yozib qoldiraman. Jigarni usti qarsilldoq yana ham chiroyli va ishtahochar bo'lishi uchun panirovka, un, tuz solib, aralashtirib, jigarni yaxshilab bulg'ab olamiz. Tayyor bo'lgan jigarni qizib turgan yog'ga tez-tez solib, o'rtadan sal ballori oluvda 2 daqiqa davomida qovurib olamiz. 2 daqiqada tayyor bo'ladimi deydigan bo'lsangiz, hozir kesib ko'rsataman. Ishlari bilan suvli, juda ham mazali bo'lib pishadi. Ko'p pishib olsanglar, suvi qolmasdan qurib qoladi. Jigar retseptini yaxshi ko'rgan jigarlaringizga ham jo'natib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like aymasanglar xursand bo'laman.